Qaysi betda terpiylar borda, men olaman deb bunday qilib yurgan bor. Birovga bozorga solgani yo'q aka. O'zini Hamma yo'q bilaman buni. 14 ming so'mga. Endi undan oshig'iga qanaqa qo'shar ko'tarmayapti. Oyog'imni ham paylab yurishyapti betda meni. Bermayapti-yu, ber, mendan bir marta ikkalik qil. Qadrim yetmaydimi? Shuncha yutingni olaman. Aka, 11 ming so'mga olgansan, jonimga 1000 so'm foyda qilyapsan. Ha sen olgan ham foyda qilsin. 1000 so'm foyda qoniqtirmaydimi jonimga? Bolalar 200 so'm foydaga ishlayapti. Sal hisob bo'lsin, yo sen qarab qo'ygan bo'lamisan pulga? Ha, yo'q, menga shu. Ham mehnat ham shunchalik bo'ladi, 1000 so'm foyda qilyapsan, mehnat xatlashyapsanmi bobo? 1000 so'm foyda qolsa mehnat bo'lmaydimi? Ber bilan tilimdan yomon narsalar chiqib. Ber o'zim do'kondan Bishkekka olyapman jonim. Qo'shilsa beramiz aka. Qimmat akam noyapti aka. Uzumga talashyapti aka. Menga qara. Ha? Menga qara. Bozorda bir dona undaqa narx bo'lgan yo'q-da, seniki. Ketayotgan joyimizdan qaytib ber, jon uka, shunchalik haddim sig'maydimi o'g'il bola? Unda qilvormayman o'zim do'konlar. Men qayerdan ko'ray yana o'zimni jon uka? Qayerdan bilib turibman. Ya ko'rganim uchun 14 ming qilyapman-da. Jon uka, 1 soat bo'ldi, jon uka. Bering 14 ming so'mga. Ham tomosha bu. Nima qilmayman, bering. Jon uka, insofli bo'lasizlar. Bunda qilmanglar uka. Qizitib oling. Ber insofli. Sendan qimmat sotilgan uzum chiqib beraman aka, xudo xohlasa. Ilohim ertaga 15 ming sotaylik uka. Oltariq meva bozorda bugun 14 mingga Husaynni sotilgan yo'q, sen sotasan. Ber jon uka. Ilojim bo'lsa qo'shardim, hamma narsamni olib ketyapsan jon bobo. Kimda qabolamassan seni? Shuncha bilan oldi berdi qilamiz jon uka. Beringlar qo'limdan kelsa qimmat so'yapman. Insof bilan tayin. Bu bog'da olgan 1 oy qatnadim aka. Shuyuzi aka, hammasi uyda gardi, kasali yo'q, sho'chirasi yo'q. Hop, bering, puli ham kuchli bo'lyapti. Odamlar kasal bo'lmaydi, o'zim kasal. 14 ming so'm. Senga qara. Ber shu ukamga 1 soat bo'ldi, biror marta ol aka Qo'shilsa beramiz aka. Xudo xohlasa, har doim bergan. Kerak, menga nima bo'lgan yo'q, insof bilan. Sendan qimmat birov sotmaydi-da, bola basi dini uka. Bu yog'iga olaman. Bo'lamaydi-da, ber shuncha odamni olmaysanmi? Ha, 1-200 so'mga olmaysizlarmi odamni jon? 200 so'mga. Ha, bir qanday buni hech kim sotmagan narsalar. Unda qilinglar jon uka. Sendan olgan 1000 so'm foyda qilsang, oz foyda bo'ladimi jon uka? 300 so'm pulga ishlayapman deyapti shu bolalar. Ber jon uka, Qirg'izistonga jo'nayapti 300 so'm pul oyapti. Och bo'lamassan, endi shu gapimni. Ha, bo'ldi tayindi jon uka. Ol degan, ol. Hech kimga dunyo